Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Ishonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga. Faqat bugun men shuni bildim, qanchalik jonim sen kerakliging menga. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr, xayr do'stlarim. Xayr maktabim. Marhamat dedi ketdi. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar sharlar. Eslab yuraylik maktab chog'ini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'ini. yana bir fidoyi, bilimli ustozlardan biri.
sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Tarona.net Show biznes olami. Baxtga narvon, bilimga kon erur maktab. Zakovat doniga xirmon erur maktab. O'g'il qizlar, o'qing ulkan murod, ziyo topmoq uchun imkon erur maktab. O'qing minglab ahli dono kerak yurtga, yana Bobur, Ibn Sino kerak mulkka. Aziz bitiruvchilar, davramiz markaziga xush kelibsizlar. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rif tasavvurning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanar muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha
muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni shu ishlar natijasida maktablarimiz yangi qiyofa kasb etib, bitiruvchilarning jamiyat hayotida munosib o'rin egallashlari uchun mana shunday barcha sharoitlar yaratilmoqda. Tadbirimizni ochib berish uchun maktab direktori Dilfuzaxon Qodirova Toshturg'unlarga so'z navbatini beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar hamda katta hayotga qadam qo'yayotgan mening jigarbandlarim, farzandlarim. Bugundan boshlab sizlar meni farzandimsizlar. Hammalaringga oq yo'l tilayman. Har doim bugungidaqa quvonchli kun sizlarda hamrohlaring bo'lsin. Omadlaring yo'llaringda bo'lsin. Tunu kun ota-onalaringga rahmat olib beradigan chiroyli farzand bo'linglar. 20-idumni sha'nini oliy ta'limlarda oqlashlaringni istab qolaman. Shu bilan birgalikda prezidentimiz sizlarga juda chiroyli bir tabrik jo'natishgan. Bu tabrikni o'qib eshittirish vaqtiga muyassar bo'ldim. Sizlarga o'qib eshittiraman. Hammamiz quloq solib tinglaymiz. Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni bitiruvchi o'g'il qizlariga tabrigi. Qadrli farzandlarim, bugun o'z bilim va iste'dodi, kuch g'ayratini yangi O'zbekiston bunyodkori, jonajon yurtimizga munosib farzand bo'lishdek ezgu maqsadga baxsh etishga bel bog'lagansizlar. Sizlar kabi navqiron yoshlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mehribon ustozlaringiz va ota-onalaringiz sizlarga oq yo'l tilab turgan mana shu qutlug' kunda mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar jiringlab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Haqiqatan ham bugun sizlar ulkan imkoniyatlarga taqdim etadigan butunlay yangi hayot ostonasida turibsiz. Bu yo'lda tinimsiz izlanib, yangi marralar sari talpinish, dadillik va o'zingizga qat'iy ishonch hosil, doim hamrohingiz bo'lsin. Hayotda yodingizda tuting, har biringiz o'ziga xos iste'dod sohibisiz. Ularni ro'yobga chiqarish esa avvalo o'zingizga, tinimsiz intilishingiz va izlanishlaringizga bog'liq. Shu o'rinda sizning safingizda o'qishni oltin va kumush medallar bilan tamomlayotgan yuzlab, minglab o'quvchilarimiz borligini ta'kidlash o'rinlidir. Keyingi yillarda yangi O'zbekiston yoshlari turli fanlar, sport, san'at va adabiyot sohalarida o'zining chuqur bilim va qobiliyatini yakunlamoqda qilmoqda. Hayotda yuksak marralarni ko'zlab turgan bunday serg'ayrat va bilimdon farzandlarimizni yurtimizdagi millionlab o'g'il qizlarimizga o'rnak qilib ko'rsatsak arziydi. Mamlakatimizda navqiron avlod vakillarini har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu maskanlarda ularning ta'limini davom ettirib, yanada chuqurroq bilim olish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Aziz o'g'il qizlarim, sizlar jonajon vatanimiz shonli tarixini bir qismi o'z madaniyati va an'analarini asrash davomida asrab avaylab kelayotgan buyuk xalqning dilbandlarisiz. Yangi O'zbekiston umid va tayanch hisoblanasiz. Yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Davlatimizni ertangi taqdiri, uning ravnaqi va taraqqiyoti sizning qo'lingizdadir. Hech qachon orzu qilishda to'xtamang. Katta maqsadlar yo'lida imkoniyatlaringizni sinab ko'rishda, bu yo'lda xato qilish va ulardan saboq olishdan qo'rqmang. Chunki xalqimiz sizlarga katta umid va ishonch bildirmoqda. Sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, ishtiyoqingiz va kuchingiz
nafaqat O'zbekistonni, balki butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham o'z oldingizga qo'ygan maqsadingizni ortga chekinmang. Har biringiz ustozlaringiz va ota-onalaringiz qalbiga singdirilgan qadriyatlarga hamisha sodiq bo'lib, xalqimizning bebaho merosi yanada boyitishga, yurtimizni yorug' kelajagiga hissa qo'shishingizni intiqlik bilan kutaman. Biz jahonga ilm, ma'rifat, ma'naviy boylik yetkazib bergan ne ulug' zotlarning avlodimiz. Ularga xos bo'lgan noyob xususiyatlar, ularga yaratilgan an'analar bugun har birimizni qalbimizda, ongimizda va hayotimizda yashamoqda. Endilikda biz ana shu buyuk ajdodlarimizni chinakam davomchilarimiz. Qalbi qaynoq yoshlarimiz yuksak ma'naviy va intellektual salohiyati ularning dunyoviy lol qoldiruvchi yutuqlar bilan ham faxrlanishga haqlimiz. Hech shubhasiz hayotda yuksak natijalarga erishish uchun tinimsiz harakatda shijoat va jasorat talab etiladi. Mirziyoyev hurmatli aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar, mana maktabimizdagi yutuqlar, kamchiliklar ham bo'ldi, yutuqlar ham bo'ldi. 11-sinflarimizga saboq berayotgan ustozlarimiz o'z ustilarida ishlashib, oliy toifalarga, birinchi, ikkinchi toifalarga ega bo'lishdi. Chet til o'qituvchilarimiz, rus til o'qituvchilarimiz sertifikatlarga ega bo'lishdi. Shu bilan birgalikda o'quvchilarini ham sertifikatga ega bo'lishdi. Hurmatli aziz dilbandlarim, sizlarga o'z bilimini imkon qadar bergan barcha ustozlaringizni yodda tuting. Siz uchun tunu kun tinchligingiz uchun, hayotingiz ravnaqiga hissa qo'shish uchun sizga harakat qilgan maktab ma'muriyati bor. Tunu kun ustuvoshingizni oq yuvib, oq tarab, sizni ehtiyojingiz uchun harakat qilgan ota-onangiz bor. Orqangizda shuncha insonlar bor. Bu insonlarning yuzini yerga qaratmasdan hayotda juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishasizlar degan umiddaman. Bu yil oliy ta'limga Xudo xolasa niyatimiz cheksiz. Oldin 57% bo'lgan bo'lsa o'tgan o'quv yilida, bu yil Xudo xolasa buni nech foizga chiqaramiz? 100. Iloyim aytganlaring kelsin. 100% ga chiqib, ustozlarimizning yuzlari yorug' bo'lsin iloyim. Hammalaringga bitmas, tuganmas sog'lik, salomatlik, omadlar tilayman. Oliy ta'limlarga kirib 20-idumni sha'nini ko'klarga ko'taradigan, eng yaxshi yurtimizni ravnaqiga hissa qo'shadigan O'zbekistonda kelajagiga turibdi. Kelajakda eng katta yutuqlarga erishasizlar, olim fuzolar bo'lasizlar degan umiddaman. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Ko'kna tol beshikdan boshlangan olam. Senga iddaolar qilmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam. Vatan kimligingni bilmay sevaman. Vatanni shunchaki sevib bo'lmaydi. Ko'nglida vatanga bo'lgan muhabbat shakllanmay turib, inson vatanni his qilmaydi. Navbatni bitiruvchilarimizga bersak, ular vatanga bo'lgan muhabbatlarini she'r va qo'shiqlar bilan hammamizga tarannum etadilar. Marhamat bitiruvchilar. Avliyolar Avliyolar daholarning beshigisan. Naqshbandlar topgan jannat beshigisan. Tiriklikning navoz ham qo'shig'isan. Sen azizsan, muqaddassan ey sajdagoh. O'zbekiston ota makon, ona tuproq. Yuragimda tulporlaring gullar. Qaysi yurtning bordir buyuk temurlari,
Olovlardan omon chiqqan semurlari, sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh, O'zbekiston, ota makon, ona tuproq. Kimlarningdir ko'kragida tumor bo'lding, kimlarningdir kiprigida g'ubor bo'lding, gohida bir mard o'g'longa xumor bo'lding. Sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh, O'zbekiston, ota makon, ona tuproq. Asl farzand merosiga posbon bo'lgay, ozod elning orzulari osmon bo'lgay. Bobolarim ismin aytsam doston bo'lgay. Sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh, O'zbekiston, ota makon, ona tuproq. Ota uyin farog'atin bilmaganlar, ikkisi bir, biri ikki bo'lmaganlar, tuproqdagi bo'lib zor yig'laganlar. Sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh, O'zbekiston, ota makon, ona tuproq. Daryolarning izlarida daryo bo'lgay, daholarning avlodi ham daho bo'lgay. Fido bo'lsa, shu vatanga fido bo'lgay. Sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh, O'zbekiston, ota makon, ona tuproq. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yozur boshlari, ilmning eng oltin boshlari, aqlga qudratga to'lgansiz, yangi O'zbekiston yoshlari, xalqimning siz ko'zi boshlari, ilmning eng oltin boshlari, aqlga qudratga to'lgansiz, yangi O'zbekiston yoshlari. O'zbekiston yoshlari. deydilar qahrli bahodirlar ham. Janglarda jon berar chog'i mardona, behad azoblarga chidab so'nggi dam birgina so'z dermish shivirlab. Ona, ulug'dir donishmand olamni sharhlab, axiri topdi tuqqan elini. Zabon baxsh etganga ehtirom saqlab, ona deb atabdi ilk bor tilini. Dunyo shoirlari vatan sha'niga sifat axtarmishlar qator va qator. Axiri kelmishlar bitta vaniga, ona vatan deya bitmishlar ash'or. Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr, tag
takror aytilganda raisi sarkaroq, dunyoda muqaddas vatan bittadir dunyoda ona degan nom. Ayni damda Ayni damda 2023 va 2024 o'quv yili fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlari, sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar, ijodkor o'qituvchilar maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanadilar. Marhamat ustozlar. Mitimga kesiy ustoz. Farg'ona viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi maktab ta'limi tizimidagi samarali mehnati, yoshlarni ona vatanga muhabbati, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga qo'shgan hissasi va mehnatlarini inobatga olib, Oltiariq tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 20-ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi direktori Dilfuza Qodirova Toshturg'unova boshqarma boshlig'i faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Xuddi shuningdek, boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i bilan Qodirali va Komilaxon Odiljonovna taqdirlanadi. Sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani, nega chaman istamasgan. Dehqonov Muqaddasxon Odilovna boshqarma boshlig'i faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani, shu bir yantoqchalik. Rustam va Umida Imom Nazarova boshqarma boshlig'i faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Fizika fan o'qituvchisi, kasaba uyushmasi raisasi. Nurmatova Qunduzxon boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Ona tili va adabiyot o'qituvchisi, 10A sinfning sinf rahbari, yil sinf rahbari. Eshigimsan kuzatib yurgan, har balodan avaylab asrab. Ergash va Muxtasarxon ona tili va adabiyot o'qituvchisi, 9B sinfning rahbari, namunali sinf rahbar. Boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Abdukaiyeva Hikmatoy Usmonova boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Boshlang'ich fan o'qituvchisi, sinf rahbari. Mirzayeva Muborakxon 8A sinf rahbari, ingliz tili fan o'qituvchisi. Boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i bilan Turonni boshqargan. Toifasi yo'q, oliy toifali suxandon. Tumanimiz hokimining faxriy yorlig'i ham bor. Niyozova Yursinoy Hamidjonova tuman hokimining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Boshlang'ich fan o'qituvchisi. Yana Muxtasar Ergash va Olimjonova tuman hokimining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Mudiva Niyasorxon Muhammadjonova tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i Muhiddinjon Teshapoyevning faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Biologiya fan o'qituvchisi, 7A sinf rahbari. Nazarov Dilshod Solijonovich jismoniy tarbiya fan o'qituvchisi, jonkuyar ustoz. Qasid yaxshiroq choling domlamizga. O'quvchilarimizning eng sevimli fani jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Boshlading mana har qadamda qilding tantana, buyuk safar boshlading mana. Nurmatova Qunduzxon Abduqodirovna tuman bo'limi mudirining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Norin va Sharifaxon Olimjonova Olimjonovna kutubxonachimiz, ziyod taratuvchimiz. Nurmatova Malika Isomiddinova tumanimiz bo'lim boshlig'i
Ikromjon Teshaboyevning faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Sirojova Yorqinoy Hoshimjonova Teshaboyev Muhiddinjonning faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Boshlang'ich fan o'qituvchisi, namunali sinf rahbar. Abdurayeva Gulbahor Mahmudjonova yil sinf rahbari. Qasid yaxshiroq choling, matematika fan o'qituvchisi. Latipboyeva Muqaddasxon Ahmadjonova yil sinf rahbari, 9-B sinf rahbari, matematika fan o'qituvchisi. Mamajonova Diloram Ahadova informatika fan o'qituvchisi. Namunali fan o'qituvchilaridan biri. Diloramxon. Ahmedova Baxtigul Anvarova boshlang'ich fan sinf rahbari, namunali sinf rahbar. O'rinboyeva Feruzaxon Rahimberdi qizi o'quvchisi viloyat bosqichiga chiqdi fanidan. Fizika fan o'qituvchisi Feruzaxon. Yana Mirzayeva Muborak Ravshan qizi ingliz tili fan o'qituvchisi. Yo'ldasheva Shohidaxon Muhammadjon qizi informatika fan o'qituvchisi, o'quvchisi viloyat bosqichiga chiqqan. Davronova Gulnoza Yuldashaliyevna ona til va adabiyot fan o'qituvchisi, namunali sinf rahbar. Turonni boshqargan ustozlardan biri. Eng joyibjon kadrlarimizdan biri. O'quvchilarimizga endi yil davomida namunali xulqi, odobi, formasi, darslari bilan o'zini chiroyli xulqi bilan ko'rsatgan o'quvchilarni taqdirlashga ruxsat berasiz. Zerikib qolmayapsizmi? Eng namunali o'quvchi Muborakxonni davomchisi Soygan, milliy sertifikatni olgan o'quvchimiz Abjabborova Maxloroy Azbek qizi 11-B sinf 7,5 daraja olgan, milliy sertifikatni qo'lga kiritgan. G'aniyeva Zuhraxon Ergashxo'ja qizi viloyat bosqichiga chiqqan qizimiz, kimyo fanidan har yili chiqadi shu qizimiz. Qosimjonova Dilafruz G'ayratjon qizi 11-B sinf asosiy fan olimpiadasi faol ishtirokchisi. Valijonova Maxlaroyim Xayrullo qizi 11-B sinf. Marasulova Shahnozaxon Muxtorjon qizi shaxsan o'zimni sevgili qizim meni. O'zim beraman senga. Xudoynazarova Manzuraxon Abdubannop qizi namunali xulqi, odobi, kelib ketishi bilan o'rnak qo'ygan qizimiz. Yana Kariyeva Moxlaroyim Muzaffarjon qizi fan olimpiadasida qatnashgan qizimiz. Eng namunali xulqi uchun Sobirjonova Madinaxon Ikromjon qizi suyukli o'quvchilarimdan biri, kitobxon o'quvchi. Abdulazizova Muxtasarxon Jo'rabek qizi kimyo fanidan olimpiadaga chiqqan. Ahmadova Mubinaxon Oybek qizi 11-A sinf. Sog'indon qizim. Sog'in bizgami? Hamidjonov Abdukamol Mirzohidjon o'g'li. Qarsidi chiroyli matematikamiz. Abjabborova Maxlaroy Azbek qizi. Qarsidi yaxshiroq choling qizimizga. Solijonova Mubina Bonu Odiljon qizi 11-B sinf. Axunova Marhaboxon Rahimjon qizi mudir olimpiadasida huquqdan ishtirok etgan qizimiz. Viloyat bosqichiga chiqqan o'quvchimiz. Yana bergim bor edi, o'rganib qoldim men. Aziz o'quvchilarim, mana bugun 25-may so'nggi qo'ng'iroqni eshitadigan kuningiz. Bilasiz, alpinistlar ham Everest cho'qqisini bir marta zabt etadi. Yoki bo'lmasam yangi bir orolni
bir marta kashf etishadi, uni qayta hech kim kashf etmaydi. Ustozlar sentyabrdan boshlab 25-maygacha har bir o'quvchini parta kashf etadi. Demak, sizning qo'lingizdagi mana shu faxriy yorliqlar bugun sizni oliy ta'limga boshlovchi kashfiyotlari, ustozlarning mehnatlari. Aziz o'quvchilarim, har bir o'quvchimga, demak, fan olimpiadasi 14 ta fan bo'yicha bo'ladi. Qaniydi 14 ta fan bo'yicha har bir o'quvchini olib borsak. Faqat tumanga ham, viloyatga ham 3 tadan o'quvchi chiqadi xolos. Shuning uchun qolgan o'quvchilarimizga ham shu o'quvchilarning yo'lini bersin. Oliy ta'lim talabasi bo'lib, ustoz, men oliy ta'limga kirdim, sizlarning yo'llaringni davom ettiraman, sizlarga rahmat olib beraman deb birinchi bo'lib ota-onangizdan keyin bizga qo'ng'iroq qilish nasib qilsin. Mana shu bugungi nima deydi? Alohida bo'lib chiqib ketayotib turgandek, bugun siz bag'rimizdan oxirgi marta shu maktabda turibsiz. Imtihonlar boshlanadi. Sizlarga omadlar tilayman. Endi men imtihonni jadvalini chiqaraman. Qachon kunligini bilasiz. Lekin maktab hayot ostonasiga qadam qo'yapsiz. Sizga kim ustozlik qiladi va sizni qanday sinovlar va imtihonlar kutib turganini Allohga ayon. Shuning uchun mana shu yo'lda sizga hammangizga omadlar tilayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat ustozlar. Aziz do'stim, hurmatda bo'l ustozingdan o'zganda ham. Ilming ochib harchand senga omad kulib boqqanda ham. Kamtar bo'ldi allomalar ming qoyadan oshganda ham. Ustozingga ta'zimda bo'l, boshing ko'kka yetganda ham. Rahmat ustozlar. Endigi navbatni davramiz markaziga 11-B sinf o'quvchilarini taklif qilamiz va ularning ijrosidagi go'zal raqslarni sizlarga tarannum etamiz. Marhamat 11-B sinf qizaloqlari.
Rahmat qizlar. Sog' Qur'on yotar ustoz poyiga. Jomini bir tutgan Navoiy hazrat. Ustoz buyuk degan buyuk qoida, bu qaytar dunyoda azaliy hikmat. Aflotunga shogird edi Arastu. U shogirdga shogird tushdi Iskandar. Bu oltin silsila davomi mangu, o'zi ustoz bo'lar, ustoz ko'rganlar. Navbatni ustozlarimiz haqidagi go'zal she'rlarga beramiz. Marhamat. Ado etib vijdonning burchin, ko'rsatdingiz bilimning kuchin, sizga hammasi uchun ta'zimdamiz sizga muallim. Bilim olmoq qilibmiz safar, sizdan aslo uzilmaydi qarz, jon fidolik bir soatlik dars, ta'zim sizga ustoz muallim. Mana yaqin so'nggi qo'ng'iroq, yuraklarni o'rtaydi titroq, garchi sizdan ketsak-da yiroq, ta'zim sizga ustoz muallim. Zar qadrini bilgan zargarsiz, mo'jizasiz, siz sehrgarsiz, siz biolog, siz kimyogarsiz, ta'zim sizga ustoz muallim. Go'zallikka bog'lab hayotni, yodlatdingiz she'r va bayonni, o'rgandik til adabiyotni, ta'zimdamiz sizga muallim. Ranjitmay hech bir Ranjimay hech bizdan iltimos, sho'xligimiz qiynaydi biroz. Siz tarixchi, siz huquqshunos, ta'zim sizga ustoz muallim. Hayot lavha emas bitkisiz, bitiklarda mudom yetiksiz, siz fiziksiz, matematiksiz, ta'zim sizga ustoz muallim. Ko'ngil kitob so'z tarbiyachi, siz doimo yaxshi niyatchi, ilmiy hudar ma'naviyatchi, ta'zim sizga ustoz muallim. Kasblar ichra mumtozi, bu sizda Alloh ham rozi. Siz boshlang'ich ta'lim ustozi, ta'zim sizga ustoz muallim. Ko'rmadingiz siz etmaysiz akam, jug'rofiya sirlarin baham, dunyo kezdik sinfimizda ham, ta'zim sizga ustoz muallim. Anglagandek dunyo sirini, biz o'rgandik olam elini, rus, ingliz, olmon tilini, ta'zim sizga ustoz muallim. Sog'liq tanga sog' aql ato, jismoniy mashq bo'lmadi xato, rastak yetib ko'p tezlik hatto, ta'zim sizga ustoz muallim. Qalbimizda ajib bir titroq, bugun bizdan diydor ko'p yiroq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq, ta'zim sizga ustoz muallim. Ado aylab kasbingiz burchin, ko'rsatdingiz bilimning kuchin, sizga hammasi uchun, ta'zim sizga ustoz muallim. Davramiz kuy qo'shiqlarga ulangan holda navbatni 11-A sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat qizlar.
Davramizga 1-sinf o'quvchilarini o'z opalariga, akalariga tabrikini berish uchun taklif qilamiz. Marhamat, 1-sinf jajji bolajonlarimiz, marhamat. Raqslarga ulangan holda navbatni 11-B sinf o'quvchilarini raqsga beramiz. Marhamat qizlar.
yektayım dur dili derkarım yektayım dur dili derkarım setaram Каждый год Канкун возить, жить с тобой одной прожить, ведь тебя одну любить. Akşam gökdenge, kaş atayım ay badem, soğuk çıksa yüreğim, kaş atayım ay badem. Kaş atsam gökdenge, kullar gider mi? Kaş atan neyler görse sana azan gider mi? Emmek şini gider. Navbatni bitiruvchilarimiz ijrosidagi qo'shiqqa beramiz. Yillar o'tdi, ketdi bolalik. Nihoya yo'q armonlarimga. Yoshlikdagi sho'xlik, olovlik,
ko'chdi she'ru dostonlarimga. Bolaligim ketdi borini, satrlarda qoldirib butun she'rlarimda shum bezorini, hislarini aks ettirdi bu kun. Bugungi qo'shig'imiz o'quvchilarimizning o'zlarini ijrosida. Bir sinfda uchrashamiz, nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglalmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijron yoshkora yuraklardan joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab, alvido, ilk sevgimiz chaman zo'ri, gullar a'lo. Xayr, alvido, maktab, alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz, ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar hali chinga aylanmagan. Hayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting chizsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilaqcha sevdim ko'proq. Senga berilmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot keldi o'shadan, qayg'ulidan, ko'zlarimiz to'la yosh, qalbda alam. Bahor fasli tugayotganda xuddi umrimiz bahoriga yakun bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam-badam yana alam, bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq, xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi do'stgina. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab, alvido, ilk sevgimiz chaman zori, gullar a'lo. Xayr, alvido, maktab, alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz, ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido.
qo'limda chelak suv doldirar ming halak yarimni qo'limda chelak suv doldirar ming halak qo'shimni qoshi bergan malakimsan aşklarım şarkadasıdır man Umurlik yar bu benim Tümlüde hımar bu benim Mecnun'la asıl zadasıdır Yeter povitero Ashuganachtero Parevatel morazar Alzaray gustayero Yeter povitero Ashuganachtero Parevatel morazar Alzaray gustayero Yeter povitero Ashuganachtero Parevatel morazar Alzaray Nos affane eşkın sakardım bana gara Kıran nadide rastun biraz mangina gara Khudaris şabiyara Kırabı benim de bana Kırabı benim de bana Khudaris şabiyara Kırabı benim de bana Kırabı benim de bana Ufkudami safar eskudami şabah Gibi fanım Gideri dili tanışino Kamidir tabicino Kamidir tabicino Gideri dili tanışino Kamidir tabicino Kamidir tabicino Yozishni o'rgatgan ustozlarning mehnatini har doim shogirdlar e'zozida va ehtiromdadir. Bitiruvchilarimizni yangi hayotga oq yo'l tilash uchun davramizga alifbey kitobini varaqlab, sabrdir, bardosh bilan o'rgatgan boshlang'ich ta'lim ustozlarini hamda yo'lchi yulduzdek o'z bilimlari bilan shogirdlariga dilini yorita olgan yuqori sinf ustozlarini davramizga taklif qilamiz. Marhamat ustozlar, Yorqinoy ustoz, Habiba ustoz, Hamidaxon hamda Shahnoz opamlar. Marhamat ustozlar. Ustozi Ma'muraxon, marhamat. Ustozlar tezlashamiz. Ma'muraxon siz ham chiqing. Taqdim etadi. Habiba opam qaysi birlarning yoshi katta endi? Assalomu alaykum. Mana shu davraga yig'ilgan aziz ustozlar va mehribon ota-onalar va aziz o'quvchilar. Bugun mana sizlar 11 yil davomida bilim oldingiz. Katta hayotga qadam qo'yyapsiz. 11 yil davomida olgan bilimlaringizni kelajak hayotda qo'llab, albatta oliy yo'lga grant asosida o'qishga kirishlaringni niyat qilaman. Hammalaringni Alloh o'z panohida asrasin. Hammalaringga omad tilayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz ota-onalar va mana bugungi mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan 11-A va 11-B sinf o'quvchilar. Hammalaringga omad tilayman. Ilohim hayot yo'llarida qoqilmanglar, ota-onalaring baxtlariga sog' bo'lsin. Ilohim o'qishlarga, hammani byudjetlarga kiradigan quvonchli xabarlarni kutib qolamiz sizlardan. Baxt hech qachon tark etmasin. Rahmat hammalaringga. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, bitiruvchilarim. Sizlarga omad tilayman. Barchalaringga oliy ta'lim talabasi bo'lish nasib etsin. Keyingi yo'llaring ham doim omadli, yorug' bo'lsin. Omad tilayman. Yana sobiq bitiruvchilarimiz shu yerda ekan, iltimos qilishganida boshlang'ichda ustozlarini
tabriklashga izn so'rashdi. Yo'q deya olmadim. Shahnoza. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, bitiruvchilar va ustozlarimiz. Bugun biz bitirib ketayotgan o'quvchilarimizga kelgusi hayotlarida kattadan katta zafarlar tilaymiz. Bularga beixtiyor boqar ekanman. O'zimni ilk bor shu ostonadan qadam bosib kelib, bizni mehribon ustozlarimiz kutib olgani ko'z oldimizga keldi. Mana bugun bizni boshlang'ich ustozimiz Niyoz va Yursin ayamiz va Ahmed vodinayalarimiz bizni chiroyli qilib katta hayotga tayyorlab, bitirtirib, shu natijalarga erishishimizga sababchi insonlar bugun mana o'z faoliyatlarini yakunlab, pensiya yoshiga yetib, chiroyli faoliyatlarini yakunlamoqda. Shu munosabat bilan ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilohim umrlaring uzoq bo'lsin, tan jonlaring sog' bo'lsin. Ilohim bizga bergan mehrlaring Allohimdan sizlarga ziyoda bo'lib qaytsin. Shuning uchun bugun sinfdoshlarimiz bilan arzimagan sovg'amiz bordi, qabul qilib olasizlar. Yashanglar. Oqibatli o'quvchilar. So'nggi qo'ng'iroqda chalishga yigitimiz, o'quvchimiz tayyorlansin. So'nggi qo'ng'iroqda chalishga. So'nggi qo'ng'iroqda chalishga tayyor turamiz. Chekaloqqa chiqamiz endi bitiruvchilar. Tayyormisizlar? So'nggi qo'ng'iroqni chalishga. Ey chalguvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Qayda bo'lsak esda bo'lsin. Har on so'nggi qo'ng'iroq. Marhamat. Mana so'nggi qo'ng'iroq tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelganlaring uchun rahmat, ota-onalar, bojonlar, bobojonlar hammalaringga mingdan ming tashakkur aytamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. O'quvchilarimiz 11-sinf rahbarlari 11-sinf Shahnozaxon qator qilib 11-sinfni sinf xonasiga olib kiramiz. Abdusattor va Hamidaxon 11-B sinfni qator qilib oxirgi darslarga olamiz. Chiroyli bo'lib safda olib boring. Shahnoza, Hamidaxon safda.
eski maktabim, ismim yozilgan parta, berolmagan xatlarim, sevgan edim ilk marta. Vaqt qaytmaydi orqaga, bo'lmas endi tanaffus. Yaxshi yuribdimikin men yoqtirgan dilafruz. Maktabimiz orqasi, bizni joyimiz o'sha. Derazadan qizlarni qilar edik tomosha. Bilmas edim maktabni, bir kun sog'inishimni. Bir qizga aytolmaganman men uni sevishimni. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim. O'qituvchilarim xayr, sinfdoshlarim xayr, maktabimiz hovlisini endi qilmaymiz sayr. Bo'ldimi hammamiz endi har yon tarqalamizmi? To'g'risini aytinglar, yana yig'ilamizmi? Oxirgi partada doim o'zim o'tirar edim, kulguli gaplar aytib doim kuldirar edim. Bir qizni sevardim, faqat aytolmadim o'ziga. Gaplarimni yo'qotardim qaraganda ko'ziga. Maktabimda o'tgandi yoshligimni yarimi, sog'inaman hammani, sinfdoshlarimni. Yur sinfdosh maktabga yana bir bor qaytamiz, lekin endi qaytmaydi bizni maktab paytimiz. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim. Chalmay turgin qo'ng'iroq, maktabni ko'rib olay. Sinfdoshlarimga men so'nggi bor to'yib olay. Xayrlashish og'irda, hammani ko'zida yosh, faqat yo'q bo'lib ketma, eslab turgin sinfdosh. Maktabimda qolib ketdi mening birinchi sevgim, bo'ldi tugadi demang, kelmayapti-da ketgim. O'tgan kunlarimiz endi bo'ladimi esdalik, endi baho olmaymizmi, tutmaymizmi kundalik. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim. Qolib ketdi gaplarim, 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 senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni